Saqlashga oson bo'lishi uchun, eshitib olishingiz uchun oson bo'lishi uchun alohida qilyapman. Fe'lni tahlili alohida, ravish mavzusi alohida bo'lishi uchun. Ko'rinyaptimi PDF? Ko'rinyaptimi PDF? Ovozim boryaptimi? PDF ko'rinyaptimi? Ovozim bormayaptimi? Bor, ovozingiz ham bor, PDF ham ko'rinyapti. Yaxshi, ovoz ham bor, PDF ham ko'rinyapti. Hop, Davlat va nima qilib yuribsiz? Darsda yo'q deysiz. Sizga oyimning telefon raqamini tashlab qo'ying. Oyingizga telefon qilmasam bo'lmaydi. Buni ko'p ishlatyapsizlar, men darsimga qatnashmayapti deb qo'yay birog'i. Xo'p, yaxshi. Xo'p, ravishni qisqa yo'lda tushuntiraman. Oson bo'lishi uchun mana bunday tushunamiz. Qarang. Ot so'z turkumi bor, narsani, shaxsni bildiradigan. O'shani belgisini sifat bildiradi. Ya'ni shaxsning, narsaning belgisini sifat bildirsa, harakatning, holatning belgisini, u belgi tarz bo'lishi mumkin, payt bo'lishi mumkin, o'rin bo'lishi mumkin, daraja miqdor bo'lishi mumkin. Belgi deganda har xil. Masalan, tez yurar mashina deymiz. Kech qaytgan bola deymiz yoki o'tirgan bola deymiz. Bular hozir ravishdosh bo'lib ketdi, lekin biz bilgan harakat, biz bilgan holatning u tarzi, payti, o'rni, daraja miqdori bo'ldimi, u ravish bo'ladi. Shundayda farqi, sifatdan farqi holat va harakatning belgisi. Sifat esa shaxsning va narsaning belgisi. Xo'p, bular ham qanday, qachon, qayer, qancha kabi so'roqlarni oladi. So'roqni oldi va xususiyatlari. Xo'p. Demak, ravish turkumiga oid so'zlar ba'zan predmet hodisalarning belgisini yoki belgining belgisini ham bildirishi mumkin. Ravishning asosiy marhala xususiyatlaridan biri shundaki, ravish biror so'zga bog'lanib, so'z birikmasi hosil qilganda hech qanday so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarni qabul qilmaydi. Mana bu juda ozim qoida. Hech qanday so'z o'zgartiruvchi qo'shimchani qabul qilmaydi. Gapga bog'landimi, u o'zgartirmaydi. Ya'ni ravish fe'l birikib, bitishuvli birikmani hosil qiladi. Fe'lga birikadi asosan va ravish 99% holatda bitishuv, boshqaruv, moslashuv bor, to'g'rimi? Ana shunda u faqat bitishuvni hosil qiladi. Masalan, qarang. Zimdan qaramoqdasiz, bu yerdagi dan qo'shimchasini hech qachon kelishligini, chiqish kelishligini qo'shimchasi deya olmaysiz. Yoki chindan gapirmoq degan so'zni dan qo'shimchasini siz olmang. Tushundingizmi? Bu qoida, olmang. Nega deb so'rab etsangiz, u ravishning tarkibidagi har qanday qo'shimchalar bo'lakcha bo'linmaydi, ular olinmaydi. Gapirmoq, mana yolg'ondan so'zlamoqdagi danni ajratmang. Chiqish kelishga qo'shimchasiga olmang. Tubdan o'zgartirmoqdagi danni olmang. Tezda qaytmoqdagi danni hech qachon olmang. Kelish qo'shimchasi demang buni. Bu bitishuv, buni tarkibidagi qo'shimchalar qotib qolgan. Ravish shunday narsaki, o'ziga kirib kelgan narsani qaytib chiqarib yubormaydi. Shundaysa, bularda ravish fe'lga hech qanday grammatik vositalarsiz, ya'ni bitishuv yo'li bilan bog'langan. Bu yerdagi bitishuv yo'li bilan deganni bilasiz. Grammatik bog'lanish mavzusi yana o'tiladi bular. Bitishuv, boshqaruv, moslashuv usulida bog'lanadi bir-biriga so'zlar. Boshqaruv usuli bu kelish qo'shimchalaridan mingdan tashqari barchasi, moslashuv bu faqatgina kelishning ming bilan bog'langan so'zlari. Bitishuv esa ohang yordamida bog'langan so'zlar deyiladi. Bu yerda xuddi shu narsa, ohang bor, hech qanday grammatik vosita yo'q. Demak, ravish tarkibida egalik kelishi qo'shimchalar, ya'ni turli qo'shimchalar bo'lmaydi. Bu qo'shimchalar qotib qolgan hisoblanadi. Tubdan, to'satdan, qo'qqisdan, rostdan, birdan, kechalari, avvallari, so'ngra bu kabi ravishlarda dan, gan, si kabi qo'shimchalar olinmaydi, ajratilmaydi. Bu uning xususiyati, shunchaki xususiyati.
Ravishlar mustaqil ma'noli o'zgarmas so'zlarda ravishlar ma'nosi bilan sifat sonlarga yaqin turadi, lekin sintaktik shaklga asosli qo'shimchalarni qabul qila olmaydi. Qolgani qabul qiladi, masalan, sintaktiklardan egalik qo'shimchasini shaxson qaysi kelchi qo'shimchalarini oladi yoki sifatlardan yoki sonlarda ularda bo'lishi mumkin, lekin sintaktik shaklga asosli qo'shimchalarni qabul qila olmaydi ravish ismga kirmaydi, chunki egalik kelchi qo'shimchalarini olib turlanish xususiyatiga emas. Uning eng katta xususiyati ana shunda. Ravish turlanish xususiyatiga ega emas. Shuning uchun ismga kirmaydi, shuning uchun bitishuv yo'li bilan bog'lanadi, shuning uchun u qotib qolgan so'z hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Ravishning yana bir morfologik belgisi so'z yasovchi qo'shimchalarga ega ekanligi, ya'ni affikatsiya usuli bilan yasalishi hisoblanadi. Buni hozir pastroqda tushunib olasiz. Ravish hamma narsada yasama hisoblanadi. Juft ravish ham yasama, takroriy ravish ham yasama, sodda tub bor, sodda yasama bor, qo'shma ravish ham yasama. Mana shu usulni aytyapti. Ravishning ma'nosiga ko'ra har bir turi sintaksisda holning ma'lum bir turini hosil qiladi. Tarz ravishi tarz holini, payt ravishi payt holini, daraja miqdor ravishi daraja miqdor holini. Shuni aytyapti. Ravish boshqa mustaqil so'z turkumlari singari ma'no tuzilishiga ko'ra turlarga ega. Ya'ni payt ravishi payt ma'nosida, daraja miqdor ravishi daraja miqdor ma'nosida. Xuddi qanday ma'no turlari bor bo'lsa, xuddi o'sha turlarga bo'linadi. Harakat belgisini qisman bo'lsa ham darajalab ko'rsata oladi. Bu degani u darajalanish xususiyatiga ega degani. Xuddi sifati nechta daraja bo'lsa, ravishda ham xuddi shunday darajaga yetadi. Oddiy, ozaytirma, orttirma darajalarda. Sintaktik vazifalari: ravish plus fe'l kelsa bu hol bo'ladi, ravish plus ot kelsa bu aniqlovchi bo'ladi. Mana misollari bilan kelyapti. Va ot kesim bo'lishi. Xo'p. Keyingisi ravishlarning bog'lanishi. Ravish asosan fe'lga bog'lanib, ish harakatining belgisini ifodalaydi. Masalan, avtobus sekin deydi. Ravish otga bog'lanib, predmetning belgisini ifodalaydi. Picha yem beray, ozgina yem beray. Ravish sifatga bog'lanib, belgining belgisini, masalan, bolalarcha sodda. Demak, u fe'lga otga sifatga bog'lana oladi ekan. Ma'no turlari. 3 ta ma'no turi bor: holat ravishi, o'rin ravishi, 5 ta ma'no turi bor. Holat ravishi, o'rin ravishi, payt ravishi, maqsad sabab va miqdor daraja ravishlari bor. Bunday holat ravishlari. Tabiiyki, o'z nomidan harakat holatning qay holda bajarilganligini bildirsa, ya'ni u holati qanday? Tez bajardimi, sekin bajardimi, qay holatda bajardi? Yoki imillab, pichillab, mana shu holat qanday, qay holda, qay tarzda degan so'roqlarga javob bo'ladi. Bu holat ravishlari deyiladi. Xo'p, 6-sinfda demak holat ravishi deb misollar mana shu misollar keltirilgan. To'xtovsiz bittalar yakkamayakka, birma-bir, qalban, rasman, tasodifan, mantiqan, zizonan, tezda, jim, yayov, singan, fidokorona, qahramonona, o'rtacha, xomligicha, mana shu yangicha, mardlarcha, do'stlarcha, bolalarcha. Buni tarkibidagi larcha so'zga so'z qo'shimchalar ko'pi. Lekin mana qo'qqisdandagi danni olmaysiz. To'satdandagi dan ajratmaysiz. Behotdan danni ajratmaysiz. Sindanda danni ajratmaysiz. Yoppasiga, qatorasiga, ertakcha, birga, tezda, jim, birgadagi gani, tezdadagi dani ajratmaysiz. Esingizdan chiqmasin shu. Lekin mana bolalarcha, qardoshlarcha, do'stlarchada larcha so'z yasovchi. Xo'p, mana bular holat ravishi ekan. Holat ravishi ba'zan tarz ravishi deyiladi. Ular tarz holini, holat holini hosil qiladi. Mana misollar kelyapti. Keyingisi bizda payt ravishi. Harakat holatini bajarish yoki bajarilmasligi paytini bildiradi. Oddiygina qachon, qay vaqtda degan. Lekin bunda siz oddiygina deganimiz mana shu yerda murakkablik. Harakat holatining payti bo'ladi. Shunga harakat holatining payti. Masalan, endi keldi. Erta indin boramiz. Kelish, borish bu harakatmi? Avval kechiradi, so'ng kechirmadi. Avval kechirdi, so'ng kechirmadi. Qani kechirish bu holatmi?
Hop, bular mana endi hozirdan hamisha doimo mana odatda degan bor boya, so'ngra dastlab hali saharlab bular hammasi oltin saf ona tili dasturiga kelgan payt ravishlari. Bular payt holini hosil qiladi. Demak, payt ravishining xususiyatlari berilyapti. Payt ravishi ayrim so'zlarni darajalarini oladi. Ertaroq, kechroq, avvalroq, keyinroq, juda erta, juda kech, juda keyin deb juda keyin emas ekan. Payt ravishi sintaksisda payt holi bo'lib keladi. Buni bildik. Payt ravishlarni payt otlaridan farqlay olishimiz kerak. Mana bu joyi muhim joyiga o'zim aytaman sizlarga, to'g'rimi? To'xta, mana bu joyni qo'pol eshit, tushundik. Payt ravishlarini payt otlaridan farqlashimiz kerak. Ularning ikkalasi ham qachon so'rog'iga javob bo'lib, gapda payt holini yuzaga keltiradi. Hozir hamisha doimo ertaga bultur bular payt ravishlar bo'lib keladi. Yozda, bahorda, tongda, saharda deganlari payt otlari bo'lib keladi. Endi ko'pincha mavsumni va aniq nima deydi? Aniq muddatni bildirsa payt oti bo'ladi. Noaniqlik bo'ladigan bo'lsa payt ravish. Masalan, bultur, doimo, hamisha, hozir, hamisha degan so'zlarimizda aniqlik yo'q. Bultur degan balki ancha oldingisini aytar. Bultur deganni yozini aytar. Bultur deganda qishni deb aytayotgandir. Bu noaniqlik ketadi. Yoz, bahor, tong deyildimi, sahar deyildimi, aniq bitta payt bo'ladi unda. Sahar bu ertalab tong payti desa payt oti bilan payt ravishining farqi. Xo'p, keyingi payt ravishlarning xususiyati. Ba'zan goh, dam so'zlari ham payt ravishlariga mansub bo'lib, bu so'zlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular faqat yakka qo'llanilgan ravish turkumiga mansub bo'lib, takror qo'llanilganda esa ayruv bog'lovchisiga o'tib ketadi. Shunda vazifadosh bog'lovchi ekan, o'zi ravishni so'zi ekan. Ba'zan goh, dam degan so'zlarimiz ravishdan olingan vazifadosh bog'lovchi sanalar ekan. Ikki marta kelsa, ya'ni takror holda kelsa bog'lovchi, yakka holda kelsa ravish bo'lib keladi ekan. Mana bu yerda payt ravishiga misollar kelyapti. Hop, o'rin ravishlari qayerga, qayerda, qayerdan so'roqlariga javob bo'lib, harakat holatining bajarilishi yoki bajarilmaslik o'rnini bildirgan so'zlarga o'rin ravishlari deydi. Ichkari, tashqari, uzoq, yaqin, yaqinda, har yoqqa, beri, nari, beri degan so'zlarimiz ham payt ravish. Mana nari, beri ko'pchilik bilmaydi. O'rin ravishining xususiyatlariga ketdi. O'rin ravishlari ham ba'zan darajalana oladi. Yuqoriroqda, juda yuqorida, tashqarida, juda tashqarida bo'lib. Ikkinchi xususiyati, o'rin ravishlari o'rin otlaridan farqlanadi. Hop, qarang, ular ham o'rin ravishlari singari qayerda so'roqlarga javob bo'ladi, lekin xuddi yuqorida noaniqlik va aniqlikka tayanadi. Agar noaniq joy bo'lsa ravish olasiz, aniq joy bo'lsa ot turkumiga olasiz. Ya'ni Buxoro qayer ot so'z turkumi bo'ladi, o'rin oti bo'ladi. Ichkariga qayerga o'rin ravishi bo'ladi. Balki uyning ichkarisidir, balki hovlining ichkarisidir, bu bizga aniq emas. Xo'p, keyingi xususiyati, u yer, u yoq, bu yer, bu yoq, hamma yer, hamma yoq kabilar ham o'rin ravishlarga kiradi. Olmos emas. Mana buni men yodaki so'rayman. Hansiz bo'lsin va yodlab olgan bo'ling. O'rin ravishini yoki olmosmi deb atayin so'rayman. Hamma yer qanaqa, qaysi so'z turkumida turibdi desam, olmos desangiz o'zingizdan ko'ring desin. U yoq, bu yer, men buni qo'shib yozishni ichidan tushuntirib ketganman. Hop, o'rin ravishiga misol keltirilyapti. Mana tashqari, uzoq, oldin deb gap so'zi berilyapti. Keyingi turi bu miqdor daraja ravishlari. Harakat holatning bajarish miqdori darajasini bildirgan ravishlarni miqdor daraja ravishi deymiz. Bular ancha, picha, sal, oz, ko'p, kam, g'oyat, xiyol, qit'ay, behad, tanoqcha, yetarlicha so'zlari bo'ladi.
Ketdi. Buni ham xususiyatlari, miqdor, daraja, ravishlar ayrim so'zlar darajalanadi. Masalan, ozroq, ko'proq, kam, juda ko'p ma'nosida. Miqdor, daraja, ravishlari gapga asosan daraja, miqdor vazifasiga keladi. Misol, kampir behad kemirishdi, masalan. Bu miqdor, daraja, ravishlari ba'zan kesim yoki sifatlovchi, aniqlovchi bo'lib keladi. Yoshilgan ishning pushilmoni kesim, oz so'zning o'zi yaxshi sifatlovchi, aniqlovchi bo'lib keladi. Miqdor, daraja, ravishlarning ayrim so'zlari otga bog'lanib, predmetning miqdor darajasini bildirishi mumkin. Bunday paytda ular otlashgandan so'ng otga xos grammatik shakllarni qabul qilishi mumkin. Mana shu yerda bizda istisno bor ekan. Biz nima dedik ketida? Ravishlar turlanmaydi dedik. Lekin nima bo'lyapti? Miqdor darajagina turlana olyapti. So'zlar miqdor darajagina turlana olyapti. Ko'pni ko'rgan qari dunyoda baxt axtarib ko'plar o'tdilar. Ko'pdan quyon qochib qutulmas. Miqdor, daraja, ravishlari otga bog'lanib, predmetning miqdor darajasini bildirishi mumkin. Bunday paytda ular otlashi va otlashgandan so'ng otga xos grammatik shakllarni qabul qilishi mumkin. Xo'p, bu yerda miqdor, daraja, ravishiga misollar kelyapti. Sira, uzoq, xiyla, sal, ko'p degan. Demak, miqdor, daraja, ravishlarimiz. Maqsad, sabab ravishlari. Bitta bo'lib ketgan. Oldin maqsad alohida, sabab alohida edi litsey darsliklarida. Demak, nima uchun, nima maqsaddan, nimaga, nima uchun, nega, nima sababdan degan so'roqlarga javob bo'lib, harakat holatining bajarish sababi yoki yuzaga chiqish maqsadini bildirgan ravishlarni biz maqsad, sabab ravishlari deymiz. Xo'p, noilojlikdan, chorasizlikdan, ataylab, azza-bazza so'zlarini qasddan ataylab, azza-bazza so'zlarga e'tibor bering. Bular maqsad ravishlariga. Sabab ravishlariga noilojlikdan, chorasizlikdan kiryapti. Eslatma. Boshqa mustaqil so'z turkumlari singari ravishlarda ham polisemiya, ko'p ma'nolik hodisasi uchraydi. Ko'p ma'noli ravishlar ularni ma'no jihatdan turlarga ajratish nisbiy bo'lib qoladi. Unda-bunda biznikiga kelib ketadi. Unda-bunda osma chiroqlar ko'rinadi. Unda-bunda ma'nosida qachon kelyapti? Ya'ni qachon kelib ketadi? Qachon keluvdi o'zi sizga deb, unda-bunda biznikiga kelib kiradi. Qachon bo'lyapti? Endi qarang. Unda-bunda osmon chiroqlari ko'rinadi desa, o'rin ma'nosi qayerda? Ho, u tomonda, ho, bu tomonda bo'lyapti. Demak, polisemiya bo'lyapti. Unda-bunda so'zi ham payt ma'nosida kelyapti ravishni o'zida. Unda-bunda so'zi ham o'rin ma'nosida kelyapti. Bu ko'p ma'nolilik deyiladi. Mana tez-tez so'zi, yaqinda so'zi, uzoqda so'zi bu yerda misollari bilan kelyapti. Va asosan uni farqlash uchun bizga urg'u kerak, deyapti. Urg'u. Masalan, qarang. Toza so'zi asl sifat so'z turkumi hisoblanadi. Bunda urg'u oxirgi bo'g'inga tushsa, toza so'zi sifat bo'lib keladi. Qarang, toza ko'ylak, toza kiyim. Endi bo'g'in birinchi bo'g'inga, endi urg'u birinchi bo'g'inga o harfiga tushsa, unda ravish bo'ladi. Toza o'zingdan ketding sen bola deysiz-ku. Ana bu ravish ekan. Ana endi muhim joyga keldik. Tushundingiz-a? 5 ta ma'nosini ko'rib chiqdik. Payt, daraja, miqdor, o'rin, maqsad, sabab, holat ravishi. 5 ta ravishni ko'rdik. Endi sizga ravishning yasalishi. Shu joyda boyagi narsani aytaman. Qolgan so'z turkumlarida juft fe'llarni biz yasamaga olmasdik. Chiziqcha bilan yoziladi ular. Yasamay emas derdik. Takroriy fe'llarni yasamay emas derdik. Qo'shma fe'llarni yasama derdik. Lekin juft bilan takroriyni yasamaga olmasdik. Ravishda esa bunday emas. Ravishda hammasi yasamak. Hammasi yasamaga bo'ladi. Tubi bor, yasamasi bor. Bo'ldi. Hozir tub, hozir yasama, va juft fe'llarni ham yasama, takroriy fe'llarni ham yasama. Asosan yasalishi affektatsiya kompozitsiya usulida. Kompozitsiya bilasiz, bu so'zga so'zni qo'shish orqali hosil qilish. Affektatsiya so'zga qo'shimchani qo'shish orqali hosil qilish. Qarang.
Ho'p, mana bu yerda ravishga yozuvchi qo'shimchalar kelyapti. Buni arxivida ham ko'rgandik. Cha, hop, larcha, siz qo'shimchasi. Mana bu affeksatsiya usuliga misollar edi. Martlarcha, do'stlarcha, labga haftalab, yillab, chaga. Hop, endigi kompozitsion usul, ya'ni biz aytgan usul, ya'ni qo'shma usul ham, takroriy usul ham, juft usul ham ravish yasaladi. Bunda qo'shma juft takroriy ravishlar yasaladi. Qo'shma ravishlar asosan ikki so'zdan yasaladi. Ularning quyidagi turlari mavjud. Demak, qo'shma ravishlarning to'rtta turi bor ekan. Birinchisi tarkibida u, bu, shu, o'sha olmoshlari bo'lgan payt va o'rin ravishlari. Demak, u yoq, bu yoq, u yer, shu yer, o'sha yer, bular o'rin ravishlari. Har vaqt, har zamon, hech vaqt, bir zum, bir necha payt ravishlari. Tarkibida alla elementi bor bo'lgan ravishlar, allamahal, allaqachon, bular ham payt ravishlari. Bir yo'la, bir muncha, bir varakaga, bir pas, ozmuncha, birato'la ravishlari ham qo'shib yoziladi. Qo'shib yozilishiga e'tibor berib qo'ying. Bular ham qo'shma ravish. Endi juft ravish bir-biriga son omon, erta kech, kecha kunduz, ochiq, okin to'qin, qator. Bular hammasi yasama. Chaqqon, buni ham yasama olasiz. Uzundan uzoq, buni ham yasama olasiz. Yildan yilgani ham yasamadingiz, qadamba-qadamni ham yasamaga olasiz. Xo'p, uzil, kesil, bilinar, bilinmas, fe'ldan o'tgan ravishlar, ravish plus ravishlar, oldinma ketin, hali beri, olmosh plus olmosh teng ravish hosil bo'lishi, o'z-o'zidan, o'z-o'zicha, o'zidan o'zi. Asli olmos, lekin ravishga aylanganlar. Birma-bir, bular sondan o'tgan ravishlar. Taqa-taq, shart-shurt. Bular ham ravish, holatni bildiruvchi ravish. Boshqa turkumlarning ko'chishidan hosil bo'lgan ravishlar. Demak, hozirgi kunda so'rasa, ravish olishingiz kerak bo'lgan so'z turkumlar. Erta, indin, kecha, kechqurun. Otdan o'tgan ravishlar. Baralla, yaqqol, tugal, bafurja, muttasil, vaqtli, rosa, baravar, uzluksiz, sifatdan o'tgan ravishlar. Ravishdoshdan o'tgan ravishlar. Osha, o'la, tuya, qo'sha, qayta degan so'zlar. Taqlid so'zdan o'tgan ravishlar. Shartta, taqqa, tappa, shig'a, chippa degan so'zlarimiz. Tushundingizlar ravishlarni necha xil usulda yasalishini? Qo'shma usulda ham yasaladi, juft usulda ham yasaladi, takror usulda ham yasaladi. Xuddi qo'shma juft takror turlari, juft ravishlar, takroriy ravishlar, misollar. Demak, ravishlar tuzilishiga ko'ra barcha turkumlar singari sodda, qo'shma juft takroriyga bo'linadi. Undan sodda ikkiga, sodda tub va sodda yasamaga bo'linadi. Qo'shma o'zi shusiz ham yasama bo'ladi. Juft fe'llari ham, takror fe'llar ham yasama bo'ladi. Asta-sekin bugun juft ravishlar erta kech, eson-omon. Takroriy ravishlar esa oz-moz, sal-pal, tez-tez, sekin-sekin. Lekin mana bu so'zlarni yasamaga olmaysiz. Bilasiz-a? Bular tub so'zlar. Tez-tez, sekin-sekin, sal-pal. Mana bular takroriy ravishlar. Ya'ni bu deganimiz hamma takroriy ravishlar, hamma juft ravishlar yasama degani emas. Shunchaki qolgan so'z turkumlaridan farqi, ular juft orqali ham yasaladi, juftlanish, takroriylanish orqali ham yasaladi. Boshqa so'z turkumlaridan yasaladi ravishlar. Lekin o'zining ravish bo'lib turib ravishning takrorlanishi, ravish bo'lib turib ravishning juftlashi, bu juft ravish va takroriy ravish deyiladi va bular yasamaga olinmaydi. Chunki shu narsani farqiga boring. Ya'ni
boshqa so'z turkumlarining juftlashishi, takroriylanishi orqali yasama ravish hosil bo'lishi mumkin. U juft ravish, juft takroriy ravish bo'lib qolmaydi. Bo'lib qolsayam yasamaligini yo'qotmaydi ya'ni. Lekin ravish bo'lib turib ular juftlashsa yoki takroriylashsa, unda juft ravish va takroriy ravish deyiladi, lekin yasamaga olinmaydi. Esingizdan chiqmasin. Ravish turkumidagi o'rin ravishi hisoblangan nari-beri so'zlarining juft shakli o'rin ma'nosini emas, holat ma'nosini ifodalagani uchun yasama ravish hisoblanadi, deyapti. Tez-tez, oz-moz, sekin-asta, sal-pal ravishlari yasama ravish emas. Biroq uyma-uy yurdi birikmasida uyma-uy birikmasi otlarni takrorlash bilan hosil qilingani uchun yasama. Boyagi aytgan narsamiz. Ya'ni uy bu yerda nom, ya'ni nima ma'nosida keldi. Ya'ni otdan o'tganligi uchun yasama bo'lyapti. Bu yerda shuni aytyapti. Nari-beri so'zlari juft shakli o'rin ma'nosini emas, holat ma'nosini ifodalagani uchun ravish bo'lib keladi. Ma'no o'zgarsa bo'ldi. Yasamaga olamiz deydi. Tushunarli bo'ldimi mavzu? Savol bormi? Endi o'qib turib o'rganishimiz kerak ekanda, yodlashimiz kerak ekan shu. Bu ravish bilan Ravishni yodlamasdan hech iloji yo'q. Hech iloji yo'q yodlamasdan. yodlash kerak. Bular ichida yasalib ketyapti-da. Paytdan holatga o'tib ketadi, holatdan paytga o'tib ketadi. Ustoz, buni test tashlaysizmi hozir? Test tashlayman. Bundan birinchi test tashlayman. Shuni ertaga tahlil qilamizda buni ham? Yo'q, ertaga qilaymiz endi. Konspektni tashlab qo'ydim, ko'rdingizmi fe'ldikini? Tashlaganlarnikini hammasini ko'rib, qarab boraman. Fe'ldik Dars reja bo'yicha qilamizda. Bugun o'zi eski kuni edi, keyin o'tirish kerak bo'lgan darsni o'tyapman. Bugun qachon tahlil deb yozilgan? Hozir ochay. Dushanbami? Dushanba bo'lishi kerak emas. Dushanba emas, seshanba bo'ladi. Seshanba qilamiz. Ravish tahlil mana 30-kun ekan. Ravish tahlil plus ot sifat son bo'ladi, o'tiladi-da, uyga yana ot sifat sondan test beriladi. 30-kuni. O'qiysiz, yodlaysiz. Orada esga ham yozishingiz kerak, kirishga ham qilishingiz kerak, ravishni yodlashingiz kerak. Keyin nechta test tashlay? Og'irlik qilmayaptimi? Yozishga ulgurasizmi? Nechta tashlay? Mavzulashtirilganligi uchun ko'proq tashlayapman, chunki oson bo'ladi. Ertaga diagnostik testdan bo'ladi-ya? Ertaga diagnostik test bo'ladi. Diagnostikani tashlab qo'yasizmi bugun? Ertaga tashlaymiz. Tashlasangiz o'shani ham tahlil qilib qo'yishimiz kerak kechgacha. Uni kechga ishlashingiz kerak, kechga tahlil qilamiz to'qqizda. Endi mavzu o'tmaymiz-ku, faqat diagnostikani ko'rasiz. 30-kuni tahlil, ravishdan ot son sifatida o'tamiz ekan. Birinchi kuni tahlil. Test tahlilini qildik ekan keyin. Test tahlili keyin. Ot sifat sonni tahlili yangi mavzu o'tilmas ekan. Bir kuni. O'zi yangi yil bilan bo'kib qolgan bilasizlar. Qayerlarga so'ngan mavzu. O'zi ot sifat sonni o'zi testi ham bir dunyo bo'lib ketadi-da uni-ku. Xo'p, shundaylar-a. Shu darslar bo'yicha ishlaymiz, nima bo'lsa. 30 kundan keyin 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 30 kundan keyin
Hammaga sog'lik, salomatlik, ertalab yodlaymiz kerakli joyini ochasiz, qaraysiz, tushunmaganingizni so'raysiz. Ravishni yana bitta ma'ruzam bor. Hozir tez tushuntirishga harakat qildim, chunki ikkilarda hammasi grammatika ishlar. Ularga noldan o'rgatib, bu A, bu B deyishning hech anaqasi yo'q. Hammangiz talabasiz yoki o'qituvchisiz. Aslida bu uyat, A, B deb o'rgatish. O'rgatuvchisiz aslida. Lekin o'rganishni kecha ertasi bo'lmaydi. Aytaveraman men uyatda, bekorni beshtasini aytaman. Uyat emas, o'rganavering. Qarang, PDFni chiqarib oling, agar bittaga chizib yotdi. Konspektga vaqtingiz bo'lmasa, o'qituvchilarning konspektga vaqti bo'lmaydi. PDFni chiqarib olib yodlang. Qilyapmiz-u biz konspekt qilib tashlayapmiz har hafta, har safargisi. O'qituvchiman men. Konspektda foyda bo'ladi lekin. Shu men hozir ham ravishda ham yozib yodlayman, yozmasam yodlolmayman. Yaxshi. O'zingizga qulay. Kalsib olib o'qib yotib Chorlabda xonaga rahmat, sog' bo'linglar. Dam oling siz ham. rahmat hozir. Hop, rahmat.